Ankara'da sen mi? Bol kekma. Bu Ankara'dagini rostlanma kızımni alıp başkası bilan to'yga kelib olganmidi? Acaba? Dang 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 dang. Dang 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 dang. Oy. Spayna maslahatlar qapdi. Nem qilib qalsin lekin spay maslahatlar qilib qolmasin. Men nerede bo'lsam Spayning maslahatlarim uchun shart bo'lish kerak. Chunki bu spasni men Anqara etmagan. Mush qizim kolisidan ketmasa, qachonli qarsa Anqar deb yurgan. Qandoq bo'ladi o qizimni o'ziga buncha bola oshiq qilgan? Bir ko'rib baxsam. Mush tishpassini bizga ishlatgan qo'ymay endi ilib yurgan uzun bo'ldi. Uxlusimi yostiq beshib qo'yib yetib oladi. Yo'q, yosh turib kolisidan ketmasa Canım kızım. Hı? Sen neye mağdın? Kudu bir uzun seferge mağdığandek şipainin tişpastırdan tatlı selavapsın ha? Ha abba, bence uzun bir seferge mağdım. Sen için benim oyulum tosma abba. Canım kızım, sen tol küçük baldek çıkma. Hay, dadan bile işkimiz sana bütün muhabbetimizni berip, mıl tasdikte seni çoğun kılıp şundan yaxşı bir kesipte okuttuk. Ama sen bir oğlanı dep, aş Ayruxan kızıq kespanını taşlap, şu yerge barmaya da vatamsa. Voy, opam da kirişvanmığına, ben ya küçük bol bulmasam. Ben çok qarab özümün taqdiriga, özüm iki bul alayım. Canım balam, bir qitim bolsun mening gepimni anlap qo'ygin. Menimcha shu sana yaxshi bo'larmikin deb tavatdim ha. Qizim, sen degan bir Ayruxan qizi. Unda tish doktori sana hargiz mos kelmaydi. Sen bu o'roq chiqish uchun qancha bedellarni to'laganini unutib qoldingmi? Voy, opa sen nim demoqchi, sen uni tish doktori deb yaratmoqtamsan-da. Canım balam, men uni tish doktori deb yaratmoqnim emas. Qara balam, agar u seni chin yurgida yaxshi ko'rgan bo'lsa, seni hargiz kesib almashtir demagan bo'ladi. Yaxshi ko'rish degan hargizmi bir-birini o'zgartirish emas. Balki o'xshamagan yerlarni qabul qilish. Agar u yigit seni haqiqiy chin yurgida yaxshi ko'rgan bo'lsa, seni hargizmi bu kasbingdan voz kech demaydi. Bo'ldi qilib bajibda vading. Sen ayni vaqtda o'zing yaxshi ko'rgan erga tegamabdikansan ku. Meni bu sansiz baxtsiz bo'lib qolsin demoqchiman. Apa men seni so'rab baqaysam baxtlikmi hozir? Ben baxtlik. Ha, olda o'zingni. Sen baxtlik emas apa. Sen o'zing yaxshi ko'rgan erga teganmay dadamga tegandan buyon bir umr ko'zingni yosh ko'rib baxmadi. Men sana aylanib qolg'im yo'q. Ben Osman o'lib tushgan ish bo'lsa, Anqar bilan to'y qilganim qilgan. Men Anqardan hargiz voz kechmayman. O xizmat degan tip o'g'il bo'ladi-ku. Lekin Anqarni qaytib o'g'lamaydi. Apa men sanday, uning uchun men xizmatimdan voz kechsam arziydi. Bu xizmat degan qaytib o'g'il bo'ldi, lekin chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan odam qayt topqil bo'lamda. Bo'ldi qilib apa mening yo'lim to'smoq. Qizim, unda qaramlik qilma. Atiyanning kechkicha opsining sizg'idan chiqmaydigan. Unda apa bilan uy tutsan, u aydimi sening hech qanday o'rni olmaydi bilib qo'ygin. O'zingni unda xarqima jinim balam. Voy bo'ldi apa, men to'sma, mening to'sib qolamaysan hozir. Anqar mening kasbimni yoqtirmaydi apa, shu men Anqar uchun kasbimni almashtirma. Men Shanxayga berib tish doktorlikni o'rganib kelman. Ham uning opsimi debdi. U yoqdan bu yoq uchib yurgan qiz bo'lma, o'g'lim apmayman. Cho'qim sen yaxshi ko'rsa, sening yaningda turib, sening holingdan xabar olish kerak debdi. Menchi opsim to'g'ri debdi-ku. Men Anqarni yaxshi ko'rsam, cho'qim yanada turib, uning holidan xabar olishim kerak. Men unda u yoqdan bu yoq uchib yursam, uning holidan xabar olmayman deb. Canım kızım, unda saranglik qilma, o'diga aksi. Dadan hechkimiz sening qadringni qiladigan oilaga yo'q qilamiz. Kechkicha apam mandaq dedi deb yuradigan odam bilan to'y qilsang, sen hargizmi baxtli bo'lamaysan bolam. Gapimni yaxshi angla. Ish qilib, men xizmatimdan iste'fo berdim. Men buningga Ayruxan qiz bo'lmayman. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ramiz. Salon nomeri bosh betda bor. Canım balam, joylik qilma, ketma. Ay, apa joylik qilmag'ina.
babanıza. Kiçikden tatip şundak cahildi. Ama diginini qanmaydı da. Kızımga ayrı olan kız bolsanız sizni anmayma degeni. Aslında şu Ankar degen jigit de. Ankar, siz nem adam degil bolamda? Ben siz için yıldırmışım mesela şuna asanma. Birisini unutuşunda asanma. Siz undidardan hemen öçürvetsiniz nam iş tügemde. Siz akiden undidardan öçürvetkiniz bilen. Siz onun belge azaplı yürgüde mengü öçürüp demeysiz. Siz akiden nam emes, hüçilimizin tam aldınız. Bu nem deganimiz? Üçümüz tez. To'g'ri. Siz aqidan yaxshi ko'rib turib, uni Shanxayga o'qishga savatdingiz. Shaydalar u yoqdan tanish bilan bu yoqdan to'y qilib oldingiz. Siz aqidani oldingiz. Shaydani oldingiz. Chunki siz shaydan yaxshi Endi ko'rmaysiz. gap qilma. Men kimni olsam bu o'zimni ishi. Adila, Qirg'inbek bekaga o'xshamaysiz. Siz shu qara, o'zingizning ishini obdan qilsizlar bu. Bu ishlarga sizning munosabatingiz. Bu ishlar men bilan zid munosabatlik. Bu nem deganimiz? Anqar, siz meni yaxshi ko'rmay turib, 4 yildan buyon nemish hamon yaqinchilik qilsiz? Nemish meni to'xtatmay sovg'a deb bersiz? Nemish qilib meni aldaysiz? Siz meni xato tushunish paydo qilib qo'yib, boshqa birislar to'y qilib bo'lamda? Ankar degen sanma. Anqar, endi men siz bilan ishlab bo'lolmayman. Men sizga deb qo'yay. Siz dunyoning hammadan olganingiz bilan o'zingizni ololmaysiz. Anqar, bu hayvon! Aqida? Sen bu opa